Bir ayol ballarga heyetlik kiyim-kechak setib olish uchun bir hashamatlik sot saroyiga kirdi. O do'kon aralab kiyim-kechak ko'rish jarayonida o'g'lining qo'lini tutib do'kondan ma'lum bir ballar kiyimiga mayuslanib qarayotgan, nomratligi chiqibla turadigan 30 yoshlar chomasidagi bir yigitni ko'rdi. Ayol yigitni chaqirib, o'g'lingiz uchun xohlagan fasondagi yaxshi ko'rgan kiyimni tanlasangiz bo'ladi. O'g'lingiz xushal bo'lsa, hisobdan xotirjam bo'ling, dedi. Yigit nihoyatda xijil bo'lib og'ziga hech gap kelmadi. Ammo o'g'li elib bering deb yalvirgan, biroq elib bermagan oldidagi kiyimga tikilib qarab qoldi. Ayol uning ko'nglidagini tushunib, almashtirib kiyish uchun ikki kishilik kiyim elib o'g'ilga hadiya qildi. O'g'il xushallikdan qin-qiniga patmayli qoldi. Ayol o'g'lining xushalligini ko'rib, o'zini nihoyatda baxtli his qildi. Yigit ayolga ko'p rahmat aytgandan keyin Sovet saroyidan ayrilib, nihoyatda xushal holda uyga qarab yo'l oldi. Ayol o kiyimlarning pulini to'lash uchun hisobotchi qizning yoniga keldi. Biroq u qo'liga berilgan bir parcha xatdan to'limi hayron qoldi. Bizda insonparvarlikka haq elinmaydi. Yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir. Aslida ularni yiroqdan ko'zitib turayotgan do'kon xo'jayini kiyimlarning pulini allaqachon to'lab etgan ekan. Eliqi yigit yaxshilikdan ta'sirlangan holda uyga qaytgandan keyin boshqalarga xushallik bag'ishlay oladigan bir yaxshi ish qilishni o'yladi. O her kuni to'nglatqiq suv sepib qo'yib, sovutgandan keyin tush vaqtida tramvay bekatlariga berib, kishilarga haqsiz suv taqatdi. Tramvay ichiga kirib, vagon kezib yurib, ussigan kishilarning tashnoligini qondirdi. O bir kuni odati bo'yicha tramvayda suv tarqatayotganda, qarmoqqa katta bir ish odamidek ko'rinadigan bir kishi uningdan so'rab qoldi. Siz nima uchun bundaq haqsiz suv tarqatasiz? Men odatki bir ishchi. Boshqa ishlar orqali kishilarga yaxshilik qilishni o'ylagan bo'lsam-mu, ammo maoshim bakmi to'van bo'lg'achqa suv tarqatishdan boshqa ish qilolmadim. Har kun kechda to'nglatqiga 50 quti suv qo'yib qo'yaman. Hamda ularni har kuni ish qilmangach ussigan kishilarga taqitaman. Mushunchalik ish orqali bo'lsa-mu, ko'plab savobga erishay deyman. Undan ta'sirlangan heliqi kishi yigitga o'zining kartochkasini berib mundoq dedi. Ata shirkatimga keling. Men sizga o'xshash ishonchlik, yaxshi kishilarga to'lim ehtiyojliq. Balkim siz mening buxgalterim bo'lib kelishingiz mumkin. Maoshingizni haslab o'stirib beraman. Yaxshilik aslan yerda qolmaydi. Yigit o'ziga kelgan bu tasodifiy omadga xushal bo'lganicha Allohga cheksiz hamd sanolar o'qib uyga qaytdi.